Bulardan qarz olib, jig'ildoning burdingmi? Sendan ham qarz bormi? Ha, mendan ham olishgan, lekin men hozir so'rayotganim yo'q. Menga hozir pul kerak emas. Xohlasang, ikkalasini qarzini o'zim uzaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Roziman. Qo'rqma, 2 barobar qilib uzaman. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Men bilan basketbol o'ynaysan. Tarsa. Men boshqasini o'quvchilarni olib kelishga ketdim. Bu yerda men kelgunimcha hech kim hech qayerga ketmasin va hech narsaga tegishmasin. Ha, aytgancha, hech kim bo'lmasini alishtirmas, hammasiga rasmga tushamiz. Hop. Mayli. Hop. Nega tunni ichida rasm tushishimiz kerak? Ertaga tushsak bo'lmaydimi? Bilmasam. Endi Bilmayman shu. Zerikib ketdim. Tushunmadim. Internet ham ishlamayapti. internet yo'q. Sizda ham? Menda ham yo'q. Menda antena chiqmayapti. Menda ham antena chiqmayapti. Bularning hammasi menga g'alati tuyulyapti. Ketdik xonaga. O'zi bu yoqqa dam olishga kelgan bo'lsak, men yana kitob o'qib o'tiribsan? Mazza qilib dam olsang bo'lmaydimi? Nima? Xush kelibsiz. Mafiya o'yinini boshlaymiz. Men ham oddiy aholi ekanman. Ishtirokchilar orasida tinch aholi, doktor, politsiya va mafiyalar bor. Doktor inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Politsiya o'zi xohlagan inson rolini bilib olishi mumkin. O'yinchilarni ertalabki 8 dan tun kirishigacha mafiyani tanlab ovoz berishga haqqi bor. Tun yarmida ko'p ovoz yiqqan odam o'ldiriladi va o'ldirilgan insonning roli aniqlanadi. Ovoz berilib bo'lgach, mafiyalardan tashqari hamma o'yinchilar uyquga ketadi. Hamma uxlab yotgan vaqtda ertalab 6 gacha mafiya ishtirokchini o'zi o'ldirishi mumkin. Agar tinch aholi yoki mafiya qaysidir komandani yo'q qilsa yoki yengsa, o'yin tugaydi.